Ona yurtning bag'rida Toshkent piyolasi edi. Qadrdon, assalomu alaykum. Tandirda bir ideal taom qilamiz yana bir. Mazza qanotchalardan keltiramiz. Yangi kartoshkalardan keltiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video kontentlarimizni qayerdan kuzatyapsizlar? Manfaatli bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Oila bilan mazza qilib ko'rishlik kontent bo'lyaptimi? Maqsadimiz bema'ni video kontent tayyorlamasdan oila bilan birgalikda tomosha qiladigan kontent tayyorlaymiz. Farzandingizga har telefonni berib bema'ni narsalarni ko'rgazib, vaqtini sarflab, miyasi zaharlagandan oila uchun kerakli kontent ko'rgan ma'qulroq. Qadrdon, videomizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uch kilo tovuq qanotlari, tak, где-то 2 kilo yangi kartoshka, al dente kartoshkasidan, bag'da universal preparat va tuz bor, murch bor va eng zo'ri yaratgan egan bergan tandir bor. Boshlaymiz. Bismillah. Yirik kartoshkalarni 2-3 ga bo'lib olamiz. Chunki qanot bilan bir xil pishish kerak-da bu. Ob-havo ham rosa bizbob bo'lyapti. Kartoshkani birinchi marinovka qilib qo'yamiz. Chunki qattiqligicha ichiga o'tib turadi-da bu. Universal priprava. Tabga ko'ra tuz. Kartoshka bilan tuz bilasiz. Aka-uka deydi. Achchiq ketchup. Qadrdon zo'r. Alohida qilib qo'yamiz. Tovuq bilan qanotchalar bilan birga bosib yuboramiz keyin. Hozir buni chunki bilasizmi nima? Marinovkalari boshqa-da, baribir farq degani ma'qulroq. Kartoshka deyarli tayyor. Qanotchalarni marinovka qilamiz. Qanotchalarni yaxshilab uyutib, sho'r suvga zamach qilib uyutib, chakka qilib tozalab olganmiz. Qarang. Bu 1 soat marinovka turadi, sirasi keyin tandirga o'tni yoqib, gazni aytib qo'yamiz. Tak, qarang. Piyozni qirg'ichdan chiqarib olaman. Buni marinovkasiga. Sarimsoq, piyoz, chesnok. Bahorda juda ko'p iste'mol qilish kerak-da buni. Tabga ko'ra tuz. Universal priprava. Ko'katlardan tayyor bo'lgan priprava. Tabga ko'ra mayonez. Где-то 200 gram, 300 gram bosaverasiz. Mayonez bilan qanotchalar yayraydi, o'ngga tushadi. G'ijimlab, bijiqlab yedirib yuboramiz. Ketib qolish yo'q. Qarang, qadrdon, endi kartoshkani oltiramiz. Olib teri tagiga. Qanotchalar terib chiqamiz. Qanotni tepaga olganimiz sababi bu qanotini ko'shasida yog'i borda erib tushib kartoshka ham tortadi o'ziga, tushunyapsizmi? Jinday bo'ladi. Massaj qilib silliqlab yuborasiz mana. Hozir bir yarim soat, hozir bu 2 soatcha marinovka turadi, keyin pishish jarayonida qo'shimcha yana aytib o'taman narsalarni. Bu 2 soat marinovka olib qo'yamiz. Jonidirim qora murchasidan chiqdi bu. Protein-ku bu.
Endi bu video kontentlarni biz stop start qilib olamiz. Shuning uchun bu bitta video kontent yaratish uchun 8 soat, 10 soat vaqt ketadi. Qadrdon qo'ldan kelgancha shu video kontentlarni sizlarga ulashga harakat qilyapmiz. Kommentda izohingizni qoldirib, like tugmachasini bosib, do'st yo'llarga tarqatib qo'yasizlar inshaalloh bizga davomiylik bo'lishligi uchun. Ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasizlar inshaalloh. Xullas shunday gaplar. Qadringizni bilgan qadrdoni bo'lib, o'ynab, kulib, yosharib, qirchillab yuravering. Jahonga tushiring. Cho'g'imiz deyarli tayyor. Ozgina buni taftini kul bilan pasaytiramiz. Tak, g'ish bosamiz, ha? G'ish bosamizda. Cho'g'imiz deyarli tayyor. Qadrdon qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Allohim siz va bizni barchamizni omadimiz bersin. Farzandsizlarga farzand ne'matini bersin. Yotgan bemorlar borda, hamma bemorlarga shifo bersin. Yaxshi insonsiz. 1 soatga dimlab qo'yamiz. 1 soatga. 1 soat. Oradan 1 soat vaqt o'tdi, ki yaqinroq qadrdon. Ko'rmasiz bo'lmaydi bu joyni. Bismillah. Bash. Bash. Kilkillash. Voy voy. Tandirda ta'mi boshqa. Yomg'irda qaranglar, pagoda ham impala bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkalarni qarang. Ko'rishkalarni qarang, ko'rish. Dilshod aka, qani Erkinjon? kelinchi aka. Erkinjon. Bismillah. Siz oling. Oling. Bismillah. Mazani qarang. Tandir Gap taom. yo'q. Mazza. Suvoyi ham shiketlar. Bomba. Tezda tayyorlab ko'rmasiz bo'lmaydi qadrdon. Keyin kontentni ko'rishguncha biz yomg'irda pagodani ko'ryapsizmi? Mazza qilib taomlanadigan pagoda bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin. Описаниеda yozib qoldiramiz. Gap yo'q.